Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizni 34-bitdan izoh uchun ishlatiladigan ana u degan so'zlarni o'rganamiz. Ashir ilal kalimatil atiyati bi ismi isharatin lil ba'idi zalika tilka. Kelayotgan so'zlarga izoh uchun ishlatiladigan ana u degan so'zlarni bilan ismi ishoralar bilan ishora qilgin. Demak, bu yerda mana ummun ona so'zi bor. Ona so'ziga nima ishora qilamiz? Demak, zalika muzakkar uchun, tilka muannas uchun. Demak, ona muannas so'z bo'lgani uchun tilka ummun ana u ona. Zalika abun ana u ota. Zalika qalamun ana u qalam. Tilka mil'aqatun ana u qoshiq. Tilka aynun ana u ko'z. Demak, insonning jub a'zolari muannas hisoblanadi. Shuning uchun bunga tilka so'zini ishlatdik. Zalika hajarun ana u tosh. Zalika qamisun ana u ko'ylak. Zalika qidrun ana u qozon. Tilka nafizatun ana u deraza. Tilka baqaratun ana u sigir. Zalika maktabun ana u parta. Tilka naqatun ana u urg'och tuya. Demak, zalika muhandisun ana u muhandis ro'yxatchi. Zalika jazzarun ana u qassob. Zalika tilka mumarridatun ana u o'sha hamshira. Zalika sarirun ana u karavot. Tilka hadiqatun ana u bog'. Tilka tolibatun ana u talaba. Zalika jamalun ana u tuya. Tilka battotun ana u o'rdak. Al-kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Al-mumarridatu hamshira. Al-hadiqatu bog'. Al-battatu demak o'rdak. Al-jazzaru qassob. An-naqatu urg'och tuya. Al-baydatu tuxum. Asma'ul isharati lil qaribi va asma'ul isharati lil ba'idi. Demak, yaqin uchun ishlatiladigan ism ishoralar va uzoq uchun ishlatiladigan ism ishoralar. Hada Muhammadun bu Muhammad. Zalika Hamidun ana u Hamid. Hadihi Aminatu bu Amina. Tilka Zaynabu ana u Zaynab. Demak, ism ishoralarda qo'llanishi yaqin uchun bo'lganda hada hadihi qo'llaymiz. Uzoq uchun bo'lganda zalika tilka qo'llaymiz. Demak, qo'llanishda ham muzakkar va muannaslikka e'tibor beramiz. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib tayyorlanamiz.